Assalomu alaykum barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men Misr Azhar universitetida o'qib, Turkiyaga qaytib kelgan o'quvchi. Men qarindoshlarim haqida guvohlik bermoqchi. Qora kiyimlik mening akam Abdurahmon Ahmad bo'ladi. Qizil kiyimlik bo'lsa, mening inim Abdurahim Ahmad bo'ladi. Ismim Abdukim Ahmad. Men Sharqiy Turkistonning Qashqar shahar Bashkarim yeza yaqinlik kentidan. Men Azhar universitetida o'qish jarayonida mening iqtisodimni mushu qarindoshlarim ta'minlab turadi. Hozir ota-onam yenimda bor, Turkiyada. Bu qarindoshlarim men Misrda o'qiyotgan vaqtda qarindoshlarim Xitoy saqchilar tomonidan tutilgan. Har ikkilasining Xitoy qonuniga xiloflik qilgan hech qanday bir ahvoli yo'q. Akam bo'lsa, akamning 3-bolasi qo'saqda edi. Hamda hozircha oilasining ham o'zining hech bir xabari yo'q. Inim bo'lsa, yangi oila qurgan. Inimning bir bolasi bir oylik bo'lgan vaqtida saqchilar tomonidan tutilgan. Hamda buning oila bolchaqasining hech qanday xabari yo'q. Allohning rahmati bilan qarindoshlarimning ham vatanim Sharqiy Turkistonning Xitoylarning qo'lidan tezroq ozod bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilma, ham duo qilma.